Va nihoyat birinchi master klassimizni o'z yakuniga yetkazdik. Biz ikkinchi master klassimizga start berdik. Ikkinchi master klassimiz qachon qayerda bo'lishini keyingi postimizda e'lon qilamiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Insonga bunaqa bo'lishi kerak emas. Qo'l tozalang, lattalar ham hammasi toza bo'lishi kerak. Anaqa qilib qo'ymang aka, qumib ketib qoladi, ozgina sergatma. Buni o'zini spesial kollari bo'lmaydi. Ozgina kollarni ranglar yasab bitta chizavering. Odamlar ko'z o'rganmayapti, lekin odamlar biz o'rgatishimiz kerak. Oppoq bo'lsin, xatoga oppoq bo'lsin, devor oppoq bo'lsin, o'rnidan qolmasin. Bizga 5-10 yil xizmat bersin.